Bolani rad etmaslik uchun ayol immuniteti homiladorlikda pasayadi. Hayz noregulyar kelishi mumkin, lekin ovulyatsiya bo'lishi mumkin. Homiladorlik payti basseynda cho'milish mumkin, lekin ko'p cho'milish mumkin emas. Homiladorlik payti jinsiy aloqa mumkin, lekin kichkina srokda mumkin emas. Homiladorlik payti ayollarda hid sezish va ta'm sezish o'zgarishi mumkin. O'rtacha qizlarda 11 yoshdan 14 yoshgacha hayz kelishi mumkin, lekin ertaroq kelishi ham bu norma. Kuchli stress hayzni va siklni o'zgartirishi mumkin. Bolaning jinsi otaning spermatozoidiga 100% bog'liq. Kechqurunlari telefonda ko'p o'ynab, uyqusizlik siklda buzilib kelishiga bog'liq. Homiladorlikda uziga tushish zarar emas, lekin ko'p tushish juda ham zarar. Ovulyatsiya vaqtida temperatura ham chiqishi mumkin. Bu tabiiy holat. Emiziklik payti soch to'kilishi norma, lekin qaytib o'sib chiqadi, qo'rqmanglar. Kontrasepsiya vositalari faqat homiladorlikda saqlamaydi, ba'zi bir ginekologik kasalliklardan ham saqlash mumkin.